Chingiz Aytmatov. Somon yo'li. Inson qalbining eng nozik tuyg'ulari, hayotning sinovlari va ezgulikning mangu qadri haqida hikoya qiluvchi Somon yo'li kitobi sizni befarq qoldirmaydi. Ushbu to'plamdan adibning eng mashhur qissalari Oq kema, Bo'ta ko'z hamda Somon yo'li o'rin olgan. Bu asarlar Chingiz Aytmatov ijodining eng sermahsul davrida yaratilgan bo'lib, chuqur falsafiy mazmuni, ta'sirchan voqealari va jonli tasvirlari bilan kitobxon qalbidan mustahkam joy olgan. Har bir qissa insoniylik, mehr, oqibat, vijdon va hayot haqiqatlarini yuksak badiiy mahorat bilan yoritadi. O'qishni boshlagan kitobxon voqealar olamiga sho'ng'ib, qahramonlar taqdiri bilan yashaydi. Siz ham Chingiz Aytmatovning betakror asarlari bilan tanishing va unutilmas taassurotlarga ega bo'ling. Somon yo'li. Har bir mutolaa ixlosmandi o'qishi lozim bo'lgan nodir asarlardan biridir.